Mavzulardan biri uchburchakka ichki aylana. Demak, qarang, formulalar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Birinchi formula uchburchakka ichki aylansa, aylana uchburchakning uchta tomoniga tegadi va uchburchakning ichki aylana markazi bisektirsalar kesishgan nuqtada bo'ladi. Ya'ni O markazi uchburchakka ichki aylana markazi bisektirsalar kesishgan nuqta yoki ayrim kitoblarda in markaz ham deyiladi. Demak, yozamiz. Keyingisi общий uchburchak ABC ning yuzi AOS, mana AOS qo'shilgan AOB mana qo'shilgan BOC 3 ta yuzani yig'indisi uchburchak yuzini beradi. Har bitta yuza mana bu banallik bo'lib keladi. Mana bu ichki radius bilan tomon doim 90 gradus holatda keladi. Shunda bizga B ko'paytirilgan radius taqsim 2 mana bu yuzani beradi. C ko'paytirilgan radius taqsim 2 pastdagi yuzani beradi. A ko'paytirilgan radius taqsim 2 mana bu yuzani beradi. 3 ta yuzani qo'shganimizda mana shu holatda keladi. Har bittasidan radius taqsim 2 ni chiqarib olsak A plus B plus C. Bu uchburchakning perimetrini beradi. Ya'ni uchburchakning to'liq perimetri ko'paytirilgan ichki aylana radius formulasi taqsim 2 uchburchak yuzini beradi. Demak, uchburchakning ichki aylanasining radiusi mana shu formuladan radius topib olsak 2S uchburchak taqsim perimetr uchburchak yuzini beradi. Eslatdik, mana bu formula qavariq shakllar uchun faqat uchburchak uchun emas, to'rtburchak, beshburchak va hokazo ko'p burchak uchun ham o'rinli formulalardan biri. Ya'ni universal formulalardan bittasi. Endi 3-holatga o'tamiz. Agar uchburchakka ichki aylana chizilgan bo'lsa va A nuqtadan B tomon va C tomon chiqqan bo'lsa, mana bu nuqtalargacha aylanaga o'tkazilgan urinma hisoblanadi. Biz bilamizki, uchburchakka tashqaridan bir nuqtadan ikkita urinma o'tkazish mumkin va urinma uzunliklari teng bo'ladi degan qoida bor. A nuqtani mana bu yergacha urinish nuqtasigacha bo'lgan masofani Z deb olsak, bu yerdan mana bu nuqtagacha ham Z bo'ladi, chunki bular urinma holatda turibdi. B nuqtadan ham bunaqasiga qarasak X va bu yerdan bu yergacha ham X bo'ladi. C nuqtadan bu bo'lak Y, bu bo'lak ham Y bo'ladi. Keyin oldik, demak X qo'shilgan Y A ga teng, X qo'shilgan Z C ga teng, Y qo'shilgan Z B ga teng bo'ladi. Mana shu holatda mana sistemani olamiz. Bir-biriga qo'shib o'rgan vaqtimiz shunda bizaga X plus Y plus Z ni topsak A plus B plus C taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni har bir bo'lakdan bittadan olinsa X, Y, Z olinsa yarim perimetrga teng bo'ladi. Endi keyingisi mana X ni o'zi alohida topish kerak bo'lsa yoki Z ni o'zidan alohida topish kerak bo'lsa, X plus Y ni o'rniga A ni keltirib qo'ysak, A plus Z teng A plus B plus C taqsim 2 bo'ladi. Shu yerda A ni u tarafga o'tkazib yuborganimizda Z bizaga B plus C minus A taqsim 2 bo'ladi. Demak, endi e'tibor beramiz. Eslab qolish uchun anaqa narsalar yo'llari bor. Z bo'lak qaysi tomonlardan hosil bo'ldi? Z bo'lak C tomondan hosil bo'ldi, Z bo'lak B tomondan hosil bo'ldi. Demak, Z ni o'zini topish uchun hosil bo'lgan tomonlarni qo'shasiz, B plus C va shuning A ning qarshidagi tomonni mana bu A tomonni ayirib tashlaysiz va 2 ga bo'lasiz, Z bo'lak kelib chiqadi sizga. Endi X ni qanday topamiz desa, X qaysi tomonlardan hosil bo'ldi? A tomonda X bor va C tomonda X bor. Ana shu A bilan C ni qo'shib, B ni ayirib tashlab 2 ga bo'lsangiz, sizga X kelib chiqadi. Y ham xuddi shunday. Demak, A qo'shilgan B ayrilgan C taqsim 2 degan formula bilan Y bo'lagini topib olsak bo'ladi. 4-holatga o'tamiz. Uchburchakka ichki aylana chizilgan bo'lsa, bu bisektirsalar kesishgan nuqtada bo'ladi dedik va A Y bisektir esa, A tomonga tushirilgan bisektir esa O markazdan 2 bo'lakka ajraladi. Bilamizki, medianada 2:1 nisbatga bo'linar edi. Lekin bu yerda bisektirsalar O markazdan 2 ta bo'lakka ajraladi va bu bo'laklar qanday nisbatga bo'linadi degan savollar ham bor. Shunda O A ni O Y ga nisbati A tomonga tushganligi uchun yon tomonlar yig'indisi suratda qaysi tomonga tushgan bo'lsa, o'sha tomon mahrajda bo'ladi. Mana shu nisbat qanday qiymat bo'lsa, O A ni O Y ga nisbati ham o'sha qiymat bilan proporsional bo'lakka bo'linadi. Bu tomondan qarasak, B dan chiqqan bisektirsa ham markazdan o'tib ketadi va bisektirsa bo'ladi. O B ning O F ga nisbati A plus C ni B ga nisbati kabi bo'lakka bo'linadi. Holat 5-holat. Demak, uchburchak ixtiyoriy uchburchakka bir burchak berilgan alfa ekanligi va uning radiusi berilgan. Mana shu tomondagi urinma, mana bu X bo'laklarni toping degan bo'lsa, biz aylana markazgacha bitta bisektirsa tashlaymiz.
Shunda alfani teng 2 ajratadi, alfa taqsim 2 alfa taqsim 2 bo'ladi. Radius tushiramiz 90 gradus bo'ladi. Shu yerda tanginsini qo'llasak, bizga tangins alfa taqsim 2 radiusni burchak qarshisidagi katetning yopishgan katetiga nisbat qilib x ni yoki radius topsak bo'ladi. Shu yerda Pifagor qilib ketsak ham bo'ladi. Masalan, mana buni uzunligini bergan bo'lsa yoki o'shani toping degan bo'lsa, Pifagor qilsak ham bo'ladi. Demak, keyingi holat, 6-holat, ixtiyoriy uchburchak, aylana ichki chizilgan, lekin ikkita tomoniga aylana urinadi. Bu bo'yicha ham ma'lum bir savollar kelgan. Aylananing markazi 3-tomonda yotadi degan savollar bor. Ana shu x bo'lakni toping. Ya'ni OA x bo'lsa, OB C ayrilgan x bo'lakka bo'linadi. Mana bu C uchidan aylana markaziga bisektirsa tushirsak, mana shu ikkita teng burchak hosil bo'ladi va bisektirsaning oltin qoidasiga asosan x ning C ayrilgan x bo'lakka nisbati b ning a ga nisbati kabi deb buni davom ettirsangiz yechim chiqadi. 7-holat teng yonli uchburchak. Teng yonli uchburchakda yon tomonlar b dan, asosi a dan bo'ladigan bo'lsa, ichki aylana radiusini toping degan bo'lsa, umumiy formula bordi, ichki aylana radius topish formulasi. Ikkita s uchburchak taqsim perimetrdan foydalansangiz oson chiqadi. Holat 8. To'g'ri burchakli uchburchakda ichki aylana. Demak, bu bilan ham juda qiziq savollar ko'p kelgan. To'g'ri burchakli uchburchakka ichki aylana chizilgan vaqti aylana markazdan katetlarga tushirilgan perpendikulyar qilsangiz, mana shu yerda kvadrat hosil bo'ladi. Ya'ni kvadrat tomonlari radius bo'ladi. Mana bo'lak radius, bu bo'lak radius bo'lsa, bu a ayrilgan radius. Ya'ni katetdan radiusni ayirib tashlasangiz, mana bo'lak keladi. Mana bu umumiy hammasi b bo'ladigan bo'lsa, mana bu b ayrilgan radius bo'ladi. Va bu bilan mana bu bo'lak teng bo'ladi. B ayrilgan radius, a ayrilgan radius bilan mana bu a ayrilgan radius teng bo'ladi. Ikkalasini yig'indisi c tomonga teng bo'ladi. Mana a ayrilgan radius qo'shilgan b ayrilgan radius yig'indisi c tomon, ya'ni gipotenuzaga teng bo'ladi. Ana shu tenglikdan biz radius topib olsak, katetlar yig'indisining radiusga katetlar yig'indisi va gipotenuza ayirmasining yarmi ichki aylana radiusini beradi. Endi keyingi formula, buni vaqtida isbotlaganmiz. Agarda uchburchakka ichki aylana chizilgan bo'lsa va gipotenuzaga urinish nuqtasidan gipotenuzadan ikkita bo'lak ajratsa, ana shu bitta bo'lak n bo'lsa, ikkinchi bo'lak m bo'lsa, uchburchak yuzini topishning oson formulasi ikkalasini ko'paytmasiga teng bo'ladi. Va bu narsa o'sha n deganimiz a ayrilgan radius, m deganimiz o'sha b ayrilgan radiusga teng bo'ladi. Keyingi formulalardan biri, bu ham juda ko'p qo'llanilgan, isbotlarigacha bor. To'g'ri burchakli uchburchakning yuzi faqat to'g'ri burchakligina bo'lsa, ichki aylana radiusi kichik r, tashqi aylana radiusi katta r bo'lsa, uchburchak yuzini topish formulasi kichkina radiusning kvadrati qo'shilgan ikkita katta r kara kichik r, mana shu formula uchburchak yuzining formulasini beradi. Undan keyin to'g'ri burchakli uchburchakka ichki aylana va tashqi aylana radiuslari yig'indisi katetlar yig'indisining yarmiga teng bo'ladi. Muntazam uchburchakda ichki aylana radiusi balandlikning yarmiga teng yoki bo'lmasa a taqsim 2/3 ga teng yoki bo'lmasa tashqi aylana radiusining yarmiga teng bo'ladi. Mana shu formulalar bilan siz ishlaydigan har qanday kitobni 90% misollar mana shular bilan chiqadi. 10% holatdagi misollar salgina shakl almashtirib, boshqa mavzu bilan qo'shib, kollaboratsiya qilib ishlasangiz yechim chiqadi. Menimcha ma'qul